sizlar bugun videomizda nimada survival qilamiz, ya'ni survivalda ish topib nimadir qilishimiz kerak. Bo'lmaydi, qishloqqa ko'chib borishimiz kerak. Qishloqdan haydab yuborishdi. Unda qani go videoni boshlaymiz. Okey, ketu momentan daraxt topishga boshlaymiz. Что-то и yozuv bor ekan, nechun bu serverda mendan boshqa hech kim yo'q. Ishga olamiz, story viewer. Nima? Mayli, ozgincha daraxt chopalik bir gap bo'lar. Good server qo'yib daraxtlar yuribdi. Mayli. Tushunmadim. Mayli, to'g'ri yuramiz. Okey. To'rtta daraxtim bor. To'g'ri yurdida. Odam bor ekan. Nima qilamiz? Bolacha ham bor ekan. Bolacha qilaysan. Qo'ysin. Okey, kirib ko'ramiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz nima ishga olamiz degan odam emasmisiz? O'shaman. Qanaqa ish ekan bilsam bo'ladimi? Как раз menga survival qilyotgandim. YouTuberman, ish kerak edi. YouTuberlar qishlog'i bo'lmaydimi? Bo'ladi, meni haydab yuborishdi. Mayli, men ketdim. Ishga olasizmi? O'zi qanaqa ish tushuntirmadingiz? Ish bunda nima qilish kerak edi? Qishloq qurasi. Nima? Qishloq oylik hop necha pul? Eng qimmat uyimizni senga beramiz. Ya'ni beraman. Yo'q, mermisiz bu yerda. Ne katta uyda emassiz? Mana o'zim survival qilaman-da, YouTuberman. Tushuntirdim. Endi menga daraxt-baraxtlar kerak. Hop, boyagi savolimga javob bermadingiz. Nimaga siz kichkina uychada yashaysiz? O'zi mana survival qilaman. Shunaqa kichkina uyga bloklar yetdi, boshqa yetmadi. Hozirgi admindan so'rab kreativ beriladi. Yo'q, meni ismimni bilmaysizda, mayli. Ismimni aytadigan bo'lsam, Denji meni ismim. Chiroyli ism Denji. Denji hozirgi aytaman. Survival kreativ beriladi. Hop, rahmat. Keturaymi? Yo'q, o'sha yerda kutib tur. Hop. Oh. Kreativ berildi. Menga kreativ berildi. Malades. Endi ish qilur. Hop, qarang. Men qishloq qurishim kerak ekan. Men sizni ismingizni bilmayman. Nima deb chaqirsam bo'ladi? Ya'ni ismingiz nima? To'xta yozadi. To'xta yozadi. Men sizni nima deb chaqiray? To'xta yozadi desam. Hop, ketdim. Mayli. Mana shu yerdan qurishni boshlayveramiz.
Hop, bizga kerak bo'ladigan narsalarni olamiz do'stlar. Bu kerak bo'ladi, bundan oyna kerak bo'ladi. Men bir chiroyliroq bo'lku. Shu kerak bo'ladi. Mana bo'ldimi? Da. Bo'ldi. Kompotni uyini qurish uchun mana kerak bo'ladi. O'z kompotni qura olmayman. Xudo biladi, men o'z qurishni bilmayman. To'xta o'zata. Nima deysan? Xo'p, mana sizga bitta katta uy quraman-da, qolgan joylariga qishloq quraman. Xo'p. Ketdim. Rahmat. Okey. Qishloq quraman. Men o'zim idealimdagi narsa qursam bo'ldi. Uçağımız 1, 2, 3, 4, 5. Ko'tal bo'yi shunchalik yetadi. Hozir daraxtlarni daraxtlar berib buni hozir daraxt. Obbo. O'g'li bo'lsa kerak kichkina. Chunki bu yerda boshqa ishda ko'rmadim. Aynan mana shu qurish shartmi? Buni gul ekib qo'ydi. Yomon server qotadi do'stlar. 4, 5. O'zini ishtasam top. Obbo do'stlar, endi daraxtlarni yo'q qilish kerak. Qattan ko'rdim, mana bitta ko'rasizlarmi server qotishini. Sizlar bilmagan bo'lsa, menga yomon tuyulyapti qotayotgani. Просто bo'tga men o'zim YouTube uchun montajxona qilayman. Davay. Okey, hozir menga yashil izimrud kerak bo'ladi. Gapimga qolsam ahamiyat bermanglar. Katta bilan просто men yuqori o'tgan paytini Minecraftda gapirmayman bitta o'zim. Botni 2x bilan qilsanglar, 9 yuborsanglar ham bo'ladi. Shunaqa qilganinglar ma'qulroq. Gapirmayman chunki. Do'stlar, dunyoning tekis xo'rdan mana mer uyi. Buni qaytadan qurdim. Uylar buzilib bo'ldi. Mer Nima deysan? Nimaga yerni tekis qilding? To'poy. Mer, короче, men boshidan qilmoqchiman. O'zim daraxtlarga chiqaman, chunki ko'ryapsiz, nima edi, daraxtlar ko'p edi, qurib bo'lmasdi. Bo'pti. Xo'p. Bo'lqa. Lekin endi 10-chi arzonlikni uy beraman. Bilganingizni qiling. Unda do'stlar, kapay chalaman, keyin hamma uylar qurilib qoladi. Bolalar ketadigan bo'ldim. Kecha bo'ldi, uxlashim kerak. Uyqumadan kelyapti mana. Birinchi zo'r qurdim. Endi tepasini ko'rsatsam, nariyolarga endi men hukm qo'yib, masjidda hozir ko'rsatiladi. Qo'raman. Birinchi qismi shu bo'ldi. Ikkinchi qismini mana shu like yig'sa, mana shu video mayli yig'madi. Umrimda bunaqa videolarim 1K, 2K yig'magan. O'shaning uchun
mayli kam so'rovni mayli xohlashinglar 1K 2K yig'inglar lekin menga orzuyim mana shu videolarim 1K 2K masaladan beringlar 1K mana shu 1K bo'lsa chiqazaman. Kelishdikmi bolalar? Agar 3 kun ichida yo 4 kun ichida qilsanglar respekt qilaman. Bir kunda yana 4 ta finalli bo'ladi. 5 ta qism. Bundan keyin hali magazinlar ko'p narsalar ochamiz. O'shaning uchun like va obuna bosib qo'yinglar. Bo'pti. Mayli. Sizlarga mayli 680 ta bo'lgandan keyin ozgincha qoldi. 680 ta bo'lgandan keyin mana shu videoni ikkinchi qismini chiqazaman. Like 10 ta, 680 ta obunachi. Davaymi, go bolalar, kelishdik.